Assalomu alaykum do'stlar. Ademlasir Namangan serialida salonda boshlangiz to'ladi 50% to'lab 3 yil muddatga kattagina 7 kishilik crossover Tiggo 8 Pro Max avtomobilini xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu Tiggo 8 Pro Max avtomobili, ya'ni bu avtomobilimiz do restyling bo'ladi. Oldingisi yangilanmagan holatdagisi. Ushbu avtomobilni qiziqqanlar bo'lsa 50% boshlang'ich to'lov bilan sizlar 3 yilga o'zini narxini hamda bo'lib ham 20 million foyda bilan xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Bu faqat respublika bo'yicha attiga bir dona 7 o'rindiqli Tiggo 8 Pro Max avtomobilimiz bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz o'rindiqlarida barchasi isitma, sovutish, xullas hamma komfortga ega. 360 kamera, rolni o'zini boshqarish, oldidan odam kishi to'xtaydi, faralari led. Endi tasvirlashga til ojiz deydi-ku, komforti shu darajada ko'pligidan buni sanab sanoqli aytamiz. Chunki O'zbekistondagi yagona bittagina Tiggo 8 Pro Max tuning qilib chiqarib qo'ygan. Hozir sizlar bilan birgalikda endi Tiggo 7 Pro xalqimizning eng ishonchiga kirib bo'lgan Tiggo 7 Pro avtomobilini sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman. Ushbu avtomobilimiz 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan hamda 147 ta ot kuchiga ega 4 ta porshunli bo'ladi. Do'stlar, balonlari ham 18 diska va yumshoq balon. 360 gradusli kamera, avtomobilning barcha yerida xavfsizligimiz uchun kameralari mavjud. O'rindiqlari elektropaket bo'ladi. Xavfsizligimiz uchun barcha o'rindiqlarda isitish tizimlari mavjud. Salon qismiga bitta alohida e'tibor berasizlar. Bu yangilangan 7 Pro bo'ladi. Oldingidan anchagina farq qiladi. Avtomobilimizda splashon monitorli ketgan, skoroslari, joystick, ancha o'zgarishlar bor. Oldinga nisbatan anchagina o'zgarishlar bor. O'rta kengligi o'zi xalqimizga juda ham ma'qul kelgan, kengligi juda ham keng, 5 kishilik oilaviy crossover hisoblanadi. Hozir sizlar bilan birgalikda bu bagaj hajmini borasida. Bagaj ochilish, yopilish elektronli bo'ladi. Bagaj sig'imi esa 470 litrni tashkil etadi. Bu yoqqa bitta 48 talik propan tashab qo'ysangiz, mazza qilib zapravkani biroq o'tib olasiz. Yopilishlari ham keyin безопасность rejim bor. Yosh bolalarni qo'li qisilib qolmaydi. Orqaga qaytadi. Ko'p turganingizda las qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi nomerdagi tez aloqaga chiqarsangiz, nalichida mavjud hamma avtomobillarimiz mo'ntami yo'q. Kelasizlar bemalol avtosalonimizga. Markazimiz Namangan shahar Yangi bozor Pumzonani yo'lida. Bunaqa imkoniyat birinchilardan bo'lib Ademlasir Namangan shahar avtosalonida. Avtomobilning narxiga so'raganimni, narxi avtomobilni 311 million 900 ming so'm bilan boshlanadi. Pozitsiyasiga qarab, o'sha holatda ham sizlar 25 million foydani xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Ya'ni 311 million 900 ming so'm emas, 25 million qilib hisoblaysiz. Avtomobilni boshlang'ich to'lovga, tan narxiga 30% to'lov qilib 5 yilga avtokredit asosida yoki bo'lmasam 30% to'lov qilib 1 yil o'zini narxini hech qanaqa foizsiz xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Boshlang'ich to'lovingizga qarab nasrochka muddati uzayib boradi. Qiziqqanlar bo'lsa avtosalonimizga keling, mashina haydab ko'rish imkoniyati ham egasizlar. Prava bilan pasport olib kelsangiz, avtomobilni haydab ko'rasizlar. Biroq imkoniyatlar faqat bizda mavjud. Hammani Ademlasir Namangan shahar kanalini kutib qolamiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz, sizga lokatsiyani ham tashab berishadi. Videoga bitta like bosib, qanaqa savolingiz bo'lsa kommentariyada yozib keting. Bundan keyingi videolarda o'sha savolingizga javob qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasiz.